Quyoshga qarab oqqan suv, quyoshga qarab oqqan suv, dardimni aytgan edim-ku, dodimga yetmaysan nega? Quyoshga qarab oqqan suv, qanday yuzsiz do'stimsan, ohlar to'la ko'ksimdan, urib ketmaysan nega? Quyoshga qarab oqqan suv, suvingga qo'shib yoshimni, qiblaga qaratib boshimni, yotqizib ketmaysan nega? Quyoshga qarab oqqan suv, men kimman bir yolg'izman, suv bo'yida bir yalpizman, oqizib ketmaysan nega? Quyoshga qarab oqqan suv, quyoshga qarab oqqan suv, onamdek meni boqqan suv. Muhammad Yusufning ushbu kitob mualliflik huquqi vorisi Salomova Naziraning roziligi xati asosida chop etildi. Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. O'rta maktabni bitirgach, Respublika Rus tili va adabiyot institutini o'qib, uni 1978-yilda bitirdi. So'z bilan ko'ngil tubiga kirish mumkin. So'z bilan toshbag'irlarni eritish mumkin. Muhammad Yusuf o'z so'zi bilan xalqimizning yuragidan joy olgan, so'zi bilan haq gapni aytolgan ijodkor edi. Ushbu to'plamga kirgan she'rlar allaqachon muxlislarga yod bo'lib ketgan. Ohanglarga solib qo'shiq qilib aytilgan bo'lsa ham, shoir ruhini yana bir shod va yod etish uchun 2018-yil G'afur G'ulom nomidagi matbuot uyida chop etildi. Ushbu kitobdan shoirning 224 ta she'ri o'rin olgan. Siz ham ushbu to'plamdan unumli foydalanib, she'rlarni o'qib foydalanishingiz mumkin.